bilasizlar, hozirgi O'zbekiston Superligasiga masalan 3 tur doirasidagi OKMK Navbahor uchrashuvi o'zini g'olibiga yetdi. Biz o'yindan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda Navbahor jamoasi bosh murabbiyi Sherzod Hamidovich adashmasam jo'ray bo'ladilar. Olmaliq shahriga xush kelibsiz. Bugungi o'yin haqida tafsilotlarni Assalomu menga keladigan bo'lsak, biz yana o'sha bunyodkorlar o'yindagi grup rashidimiz pozitsionda mavqega joylashish orqali rashidga bo'lgan tuzorlik, undan keyin o'ynashga harakat qildik. Bizlar chiqdik ham, momentda ham so'zlamas qildik, lekin oxirgi to'shqani qo'yadigan o'yinchi topilmadi. Ko'rgan bo'lsani Yazid Muhammadov, Pedro hujumchimizda vaziyatda bo'ldi. Endi bu futbol siz bilmasangiz siz bo'ldi va kamroq bugun maydonda ko'p kuzatildiki, o'sha ichki muhit haydarish jamoasi, ya'ni maydonda futbolchi juda ham ko'p bir-biri bilan urushyapti, tortishyapti, kelishmovchi haddan tashqari. Ko'p epizodda bugun. Misol kim bilan keldi? Jiyani bilan Pedroda bo'ldi, boshqa epizodda Azimda bo'ldi, ikkita o'yinchilik. Yo'q, Azim bizda kapitan. Ko'p e'tiroz bo'lyapti. Azim kapitan. Azim kapitanligi bois u huquqi bor o'yinchilarga o'sha tezroq o'sha pozitsiyasini tanlashda yoki xatolarni qo'lga kiritishga bekor kapitan emas, bu tutishga. Lekin qolgan vaziyatda unchalik ko'p bo'lgani yo'q, lekin men Pedro bilan jam futbolda endi bu narsa futbolda bo'ladigan narsa. Lekin muhitimiz yaxshi. Shu Pedro bilan asosan jam bitta vaziyatda bo'ldi xolos. Endi futbol bu futbolda bu bilasiz doimo yo yutqizib tursangiz yoki nima qilib tursangiz bola baribir emotsiyaga kirishib ketib qoladi yoki noto'g'ri pas berib qolsa o'zgaga birga e'tiroz beradi. Odatiy hol, lekin muhit yaxshi emas. Sherzod aka, qisqa vaqtda ikkita gol o'tkazib yuborilganligi jamoani kayfiyatiga qanchalik ta'sir qildi? O'sha birinchi, ikkinchi gollar. Mana shu narsa endi futbolda bizda nima tushunolmayapman, nima desam bo'ladi. Hozir ko'p nasab bilan o'yinga va hozir o'yinni ikki xil surat ko'ryapmiz. Bolalarga bildirish, bolalarga jurnaliya, hech kim aytmaydi, hech kim sen bo'lma trenerlar yoki komanda yutqizib chiqmaydi. Endi shu guruh bashinglarda keyin harakat qildi bolalar, lekin sizdan chiqdi ham. Keyin realizatsiyada momentda gol urishdi, bizda точка завершения qila olmadi. Shu Olmasa bo'ldi. Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz.